Oliy ta'lim muassasasida o'qib ham ishlaysizmi yoki o'qiyotgan paytingizda ishga kirmoqchimisiz? Ushbu holatda sizdan o'qish joyingiz haqidagi ma'lumotnomani albatta so'rashadi. Buning uchun siz o'zingiz o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasiga borishingizning hojati yo'q. Ushbu ma'lumotnomani olish uchun esa bizga my.go.uz sayti yordamga keladi. Saytga kirishda biz yoki OneID akkauntdan yoki elektron raqamli imzo kalitidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda OneID akkaunti mavjud bo'lsa, ushbu holatda xizmatdan siz mobil telefoningiz orqali ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Agar saytga mobil telefoningiz orqali kirmoqchi bo'lsangiz, ushbu holatda siz my.go.uz saytining mobil ilovasidan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ilova ichiga kirgach, qidiruv bo'limidan o'qish joyi deya yozamiz hamda chiqib kelgan xizmat turini, ya'ni o'qish joyidan ma'lumotnoma olish, oliy ta'lim muassasasidan xizmat turini tanlaymiz. Xizmatdan foydalanish mutlaqo bepul hamda u avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Xizmatdan foydalanish tugmasini bosishingiz bilan siz o'zingizning shaxsiy identifikatsion raqamingizni ko'rasiz. Ma'lumotnomani olish tugmasini bosish orqali siz o'zingiz hamda o'zingiz o'qiyotgan oliy ta'lim muassasasi haqida ma'lumotni ko'rishingiz mumkin. Ma'lumotnomani shakllantirish tugmasini bosish orqali esa siz ushbu ma'lumotlarni PDF fayl ko'rinishida yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Nega aynan mobil ilova qulayroq? Chunki u brauzerga qaraganda tezroq ishlaydi hamda har safar avtorizatsiyadan o'tishni hamda ma'lumotlarni qayta kiritishni talab qilavermaydi. Video yoqqan bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr!